Samijon! Oy! İşlep ketdinglar ma? Qandaroq tavuzning ishi? Bormidi bu yil bu? Aynimidi? Sesib turdim işte. Ziyon chiqdi o'xshaydi. Lekin ansirmidim danglarman. Duyingdayliqa vanxon e'lon qilib, tashviqotni qilib sitpiramish anglasam. Bizning balnikini mashta qilib turibdi. Shuni saqlab turdim bir şeyde. Nayt ulug' ishni qilyapsiz juma. Bak hurmatim bor sizlarga mushu. Ishlaysizlar. Uning keyin bizga sunasizlar mevanglarni. Bak hurmatlashga sazovar kasb juma bu. Rahmat. Bak men chiqay. Ma'qul. Bolalarimiz o'ynayotibdi ekan men bu yerda. Tavuzim ishni yaraymi? Ya bo'ldi. Rahmat. Setdinglar. Bu tuptere to'g'an bilan yomon hurmati bor ishchi mana shu. Yo, hammadan bugun kelib qolarmi? Kelib kela, bir şey tuttiraymi? Nima ish qilyapsiz bolam? Rasm sirib turdim. Tavzigina. Boshlang'ich qachon chiqsa? 2 月。 2 Maktab chiqqandan keyin yaxshi o'qijimi? Yaxshi o'qimasang bor-ku, endi sening bir savodishing bor-ku. Davlat tavus sotadigan. Ashningdek dehqon bo'lib, tavus sotsa. Yaxshi o'qimasang-jimi? Ma'qul. O'ynab o'tading bola? Uyu. İştek çoğmasan oldu. Mendek bo'lsang og'u. Men bilan birga tavuz terib, dehqonchilik qilsam. Rahmat tavuz terib, dehqonchilik qildigan ish og'u. Voy, haqil degan vashchi hurmat qildigan, bilan hurmatga sazo berishgan bu. Tushundingmi? Men bugun bunda o'tirib o'ylab qoldim haqil desa, cho'ng bo'lgandan keyin sen uchun menga o'xshash tavuz etib, dehqonchilik qilib, tavuz teribchi, pul top. Tushundingmi? Hammadan hurmatlaydi seni. Nima qilsa cho'ng bo'lsan? Sen bilan bir tavus terima. Ha, xo'p. Tavuz sen.